Eksperimental ijodiy uyushma. Elektrik bo'lmagan usta sim tashlagan, proxodnoy выключательga 3 dona sim tashlab qo'ygan. O'zi 4 ta bo'lishi kerak. Bitta sim kam tashalgan, bitta jila ulaskolon tashlab qo'ygan. Biz endi buni hozir remont tugagan. Shuni bir yo'lini topishimiz kerak. Bu yerda boshqa pitani yo'q. Shu yerga kelib, bu yoqqa ham bitta faza qaytib ketish kerak-ku, almashgandan keyin. Mana bu bira bilan har tomondagi bira ikkalasidan yonishi kerak. Uni bira ham bor, uni bira turibdi ikkalasi. Endi bu mayda выключатель bor ekan. Shu выключательdan endi 0 olamizda endi. 0 olib bersak, shunda bitta simni jilasi bizga bo'shaydi. Hozir shunga harakat qilamiz. Mana shu xato to'g'rilashlik, keyin mana bu chekadan, eshik chekasidan hali remont tugamagan ekan. Teshib shunday olib kelib, buni ham Aferin, aferin. Doktor. Yana jichi. O'zginasi. Aferin, aferin. Simlar o'rtada ulangan bo'lgani uchun simlarda sveti rangi o'zgarib ketgan. Shuning uchun bizning sxemamiz ishlamadi. Prozvon chiqarishga to'g'ri keldi. Oxir topib kamchiligini yo'qotib, keyin sxemani to'g'rilab ishlatdik-da. O'rtada shunaqangi bir Bunday tajribani hurmatli Aleksandr Sergeyevich, tegishli joydan ruxsat olingandan keyingina o'tkazish mumkin. hozir mana bir tomoni svetimiz ishladi, bir tomoni ishlamadi. Nega ko'zingni lo'q qilasan? Nima, mendan gumonsirayapsanmi? Yo'q, xudo saqlasin. To'xtang. To'xtang. Nihoyat. Kechqurun pardalar tushgandan keyin zo'r ekan bu yoqda. Axir bu professional vazifam-ku. Profession de foi. Yetar.